O'zbek teatrining qanday buyuk tarixi borligini sizlar hammadan ko'ra yaxshi bilasizlar. Barchamiz Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek, Kelinlar qo'zg'oloni, Oltin devor, Parvona kabi spektakllarni takror ko'rardik. So'nggi yillarda Cho'lpon, Adolat fasli, Ufq, Zamon avlonisi, Jadidlar kabi asarlar ham xalqimiz ko'nglidan joy olganini bu ham haqiqat. Agar dramaturglar mana shunday asarlarni ko'paytirsa, rejissyorlar ularni hammasini jonlantirsa, aktyorlar buni qoyilmaqom qilib ijro etsa, teatrda tomoshabin o'z-o'zidan ko'payadi. Yaqinda poytaxtning bir qator teatrlaridagi holat bo'yicha menga axborot berishdi. Milliy qo'g'irchoq teatri, Muqimiy akademik teatr va yoshlar teatriga zamonaviy qiyofa olib kelish bo'yicha ishlarini boshlab yubordik. O'tgan yili Alisher Navoiy teatriga moliyaviy, ijodiy va tashkiliy masalalarni mustaqil hal qilish vakolati berilgani o'zini oqladi. Shtati va rahbat pulini teatrni o'zi belgilayapti. Bir yilda spektakllar soni 1,5 barobarga oshdi, tomoshabinlar 2 karraga ko'paydi. Endi buni ommalashtirib, shu yilning o'zida Muqimiy, Berdax va Milliy qo'g'irchoq teatrlariga shunday imkoniyatni beramiz. Rajabov, Nazarbekov bir oyda qolgan madaniyat obyektlarini modernizatsiya qilish bo'yicha 2 yillik dasturni kiritsin. Xususiy teatrlarni qancha qo'llab-quvvatlasak, sohada sog'lom ijodiy raqobat muhiti paydo bo'ladi. Shuning uchun 1-sentyabrdan boshlab xususiy teatrlar va teatr studiyalariga har yili 50 ta sahna asari yaratish xarajati davlat tomonidan qoplab beriladi. Davlat madaniyat obyektlari bepul foydalanish uchun ajratiladi. Xususiy binoni ijaraga olsa, oyiga 20 million so'mgacha xarajat byudjetdan qoplab beriladi. Tomoshabinlarni ko'paytirishni rag'batlantirish uchun davlat va xususiy teatrlarga yana bir yangilikni e'lon qilmoqchiman. Endi ular spektakl uchun sotilgan har bir chiptaga byudjetdan qo'shimcha 10 ming so'mdan gonorar olinadi. Agar ijodkorlar sahna asarini hududlarga chiqib namoyish qilsa, gonorar miqdori 20 ming so'mdan bo'ladi.